Uzoq vaqt sizlarni birga ko'rmadik. Mana endi hozir birga o'tiribsizlar va sizlarni ko'p gaplashganingizga ham ko'zim tushdi. Aytchi, sen uni sog'indingmi? Bu savol ungami yoki mengami? Ikkalangizga ham. Ha, Leo birinchi javob bera qolsin. Ha, albatta, bu mavsum davomida sen rostdan ham Krishtianuni sog'indingmi? Albatta, Krishtianuni La Ligada o'ynagani ajoyib edi. Ayniqsa u Real Madrid jamoasida to'p surgan paytlari. Men ispan tilida javob beraymi? Yo'q, ingliz tilida. Bu hayratlanarli, chunki biz Lionel bilan 15 yil davomida bu sahnani ikkiga bo'lib keldik. Bilmayman, bu kelajakda qachondir yana qayta sodir bo'ladimi, yo'qmi? Yana shunday uzoq vaqt yuqori darajada o'ynaydigan ikkita futbolchi paydo bo'larmikin? Sezib turganingizdek, bu oson ish emas. Va albatta, u bilan munosabatlarimiz juda zo'r. Bizda birgalikda kechki ovqat bo'lmagan hozircha. Lekin keyinroq balki umid qilamanki, bu albatta bo'ladi.